Assalomu alaykum yolg'iz bo'rilar. Assalomu alaykum. Bitta narsaga va'da beraylik tomoshabinlarga. Dangal, yolg'onsiz javob beramiz. Ismlar aytmasligimiz mumkin. Ya'ni ismlar aytmaslik mumkin. Tanishinglar. Timur Muratxo'jayev Asron rolida, Sulaymon Salohiddinov Samir rolida, Bunyod Ro'zi Muhammedov Dilnur rolida. Tak, bilasizlar, endi prosta rasmiyatchilikka tanishtirib qo'ydim bolalar. Hozir O'zbekistondagi eng qanday bolalardan, yoshlardan qirmizi xonadonda o'ynash yo'qyaptimi hammaga? Yoshlar. Nima uchun? Bilmadik. Nima uchun Timur nimaga bilmadik? Yo'q, yaxshi, hammasi Yaxshi, zo'r, gap yo'q. Sulaymon, Men kasbimdan kelib chiqqan holat juda yaxshi ko'rganim. kasbing nima sani? Aktyorskiy. Aha, Shu uchun juda yaxshi ko'rganim tufayli, ssenariylar zo'r bo'lgani tufayli shu gap yo'q. serialda. Muratxo'jayev Bunyod O'ylashim sabab o'zingiz bilasiz, personajni aytib berganingizda bittada tanlaganman. Dilnur mana bu yoqqa yomon yoqqan. Mana shu iloji bo'lmagan. tabiiy bo'lamiz. Rol o'ynamanglar. Erkak Erkak aka, o'zim tanlaganman-ku shu personajni. Iloji bo'lmagan. Yaxshi, gap yo'q. Tak, hammamiz erkak kishimiz. Hammamiz oliy ma'lumotli bolalar biz. O'zbekiston davlat san'at instituti, sport institutlarini bitirganmiz. Dangal aytamiz. Birinchi muhabbatlaringiz bilan birgamisizlar hozir yo'qmi? Timur? Menda hali kelmadi birinchi muhabbat. Hali kelmadi, birinchi muhabbat. Kutyapti qizlar, o'zlari uchun bilib qo'yinglar. Birinchi muhabbatini kutyapti Timur. Sulaymon, birinchi muhabbating bilan birgamisan yo'qmi? Birgaman. Birgamisan? Shunday birinchi muhabbatim deb ne bolalarni quchoqlayapsan? Tashlaring. Bunyod, birinchi muhabbating bilan birgamisan? Ha? Voy, siqilib qo'yasiz. Nega? Birinchi muhabbatim qo'shig'ini qo'yib yuborasan. Shu joyni birinchi muhabbatim degan joyni qo'yib yuborasan. Yaxshi, hamma uchun mashhur savollarni beraman. Instagramlarda sizlarda ham, menda ham beriladigan savollar. Timur yoshingiz nechida? To'g'ri aytamiz. Ha? Hozir 24 da. Zo'r. Sulaymon yoshing nechida? Fevral oyida shu yil 25 ga kirdim. Ha, dodasan значит. Umuman qotib qopti deb. Yoshing nechida? Sentyabrda 27 ga kiraman. 27 ekan. Mana mardonavor javoblar uchun Ozgina qarab mumkin emas. Ha, ozgina qaragan. Yosh bo'lish nima deydi? Bu biza nechaga kirding? men o'tgan asrdanman. Yaxshi. Bildingizlar 27 ga kiradi sentyabrda. Karadeniz ya. Çok ding. Çok ding. Burchlarga kim ishonadi? Ya'ni qaysidir burchga to'g'ri keladi, qaysidir burchga to'g'ri kelmaydi. Kim ishonadi? Men ishonmayman. Menimcha o'shaning uchun ham men birinchi muhabbatim yo'q. Yo'q, balkimda. Значит, sen birinchi muhabbating bilan birga bo'lsang, hozir Sulaymon, sen ishonasan. Yo'q, to'xta. Ha. Shunda hozir sen birinchi muhabbating bilan bilsan. Hozir Mana qasdan tishga. Bo'ldi. Sen ishonmaysan ha burchlarga? Nimaga? Men hech kimda bir qiziqib Ha, ko'rmadim. bo'pti, nima bo'yicha? Xitoy taqvimi bo'yicha nima yilsan? Yiling nima? Xitoyki bo'yicha. O'sha bizaniki 12 ta muchal. Muchalik. Muchal. Yillimi? Ha, yillik. Baliq. Baliq. Sen Xitoyki bo'yicha ajdar baliq, qo'shdi. sen Yo'lbars. ha? Yo'lbars. Yo'lbars. O'xshamaysan. Bilib qo'ying o'zlaringiz. Tortida. Yo'lbarsga men o'xshayman. Ya, anaqa. Burch bo'yicha. Ha, bo'ldi. Burchlarga значит hech kim ishonmas ekan. Ana endi Oylik bo'yicha. Seryozni temalarga o'tamiz. Og'ir kelyapti Seryozni deyman. temalarga o'tamiz. Timur? Eshitishimiz bo'yicha qaysidir aktrisa bilan roman bo'lgan ekansizda. Nomini aytish shart emas. Aka, men chetroq turib turay hozir. Ha? O'tir. Mana kontrolni ko'rdim. Bitta javob bersangiz. Ha, bitta. Timur. Bor bo'lganmi roman yo bo'lmaganmi?
Честно, Aytaylik. to'g'ri. Da, Pamurskiy. Ha? Bo'lmagan, ha? Roman xatda birinchi muhabbat Men bo'lgan. nima uchun bu savolni beryapman? Chunki kim bilan o'ynasang ham juda mos bir-birlaringizga parasizlar degan yozadi. Asla aktrisalar ham birovni qizi, birovni farzandi. Yaxshi qizlarimiz bizani. Ko'p aytamiz, что rol o'ynadi degani, bular mos bo'lgan bo'lsa, значит, yaxshi rol o'ynagan, biza yaxshi ishlaganmiz, muzikant yaxshi ishlagan, operator yaxshi ishlagan. Shuning uchun bir-biriga mos. Bu spesial berilgan savol bo'ldi. Tim nima? Sulaymon? San ham qaysidir aktrisa bilan roman bo'lgan deb eshitdim. Nima qilish kerak? Demak, birinchi muhabbating aktrisa. To'g'rimi? Uni biza taniymizmi? Qirmizi xonadonda o'ynaydimi? Endi og'iz aytsam sotib qo'yganmiz. Yo, masalanda endi bilmadim. Biza taniymizmi uni? Sizdan boshqa hamma Taniysiz debchi. Taniymiz, ha? Taniymiz. Masalan, variant beramiz tomoshabinlarga. Qirmizi xonadonda o'ynayotgan bo'lsa, Qirmizi xonadondagi yosh qizlarni sanaymiz, 4 ta yosh qizi. Sug'diyona bor, Mubina bor. Я поделюбил тебя до последнего вдоха. Maftuna bor. Yana kim bor? Yulduz opa borlar, Ranona. Qaysi biri tomoshabinlarga yozasizlar o'zlaringiz? Xo'p, mani auditoriyam biladi, chunki ko'pincha Sulaymonni so'rashganda esingizda bo'lsa Kishan deyman. Oyoq deyman. Kishan deyman. Kishan. Esingizda bo'lsa. Ha, bu nima deydi haligi? Kishanban ketyapti. Kishanban ketyapti, buni qarang. Qulog'im qizarib bo'lgan. Endi bu narsani Sulaymon kechirasan, kelinimiz bu narsa efirga ketgandan keyin shu YouTube kanallarida yo Instagramda efirga ketgandan keyin kelinimiz bizning ustimizdan arz qilmaydimi ish qilib? Ha? Tushunmasa nima bo'ladi? Yo, tushundiraman. Soching kalga olib kelinsa, efirdan keyin значит tushunmagan bo'ladi, to'g'rimi? Yoki umuman kelolmayman. Biz kechirim so'rashini ko'rsatib beramiz. Seriozli temalar bolalar. Hayotda eng qadrlagan bir boshqa bir shaxsga, erkak kishiga, yo bir ayolga, farqi yo'q, boshqa bir shaxsga eng qadrlagan nima xarakter deydimi, nima deydi? Xislatlaringiz nima? Timur san javob ber. Bir qarshingdagi insonni o'sha holatni ko'rsang, sen odamning hurmating cheksiz bo'ladi, yo qiz bo'ladi o'sha narsani ko'rsang, sevib qolishing mumkin. Nimani qadrlaysan? Qarshingdagi insonda. Ya'ni partnyorga nisbatan. Partnyor emas. Любой. Do'stga nisbatan, bir ayolga nisbatan, bir insonga, ko'chadagi qaysidir insonga, что u nimadir qildi, masalan, men aytaman. O'layotgan holda ham rost gapirgan odamga boshimni shuni kunday qo'yib beraman. Suv kabi bo'l, do'stim, suv kabi. Bu ruslining bitta gapi bor, bilsanglar. Bu ruslining bitta gapi bor. Suv kabi bo'l. Suv kabi. Suv kabi. Men o'zim masalan deb aytayapman-da, rost gapirgan odamni sevib ham qo'laveraman. Qarshi jins vakili bo'lsa albatta. Xo'p. O'zimning jinsim, ya'ni erkak kishi rost gap bo'lsa, katta bo'lsa akam deyman. Do'stga teng yoshda bo'lsa yaqin do'stimdek ko'raman. Kichkina bo'lsa ukamdek ko'raman. Shuning uchun sizlar amallaringizni yaxshi ko'raman. Bu degani bolalar, bizning ukalarimiz juda rostgo'y bolalar. Endi shu, Timur, nima masalan? Nimani o'sha qarshingdagi odamda nimani qadrlaysan? Odam menga kimligiga bog'liq. Mana ko'rding, birinchi marta uchrashyapsan. Nimadir bitta xislat bo'ldi unda, sezib qolding. Va unga bo'lgan mehring, nima, hurmating oshdi. Yo qiz bola bo'lsa sevib qolding. Aynan qaysi xislat? Xarakterdan deylik. Ha, xarakter. Masalan, shaddodlik bo'lishi mumkin qiz bolaga Yo, nisbatan. shaddodlik bo'lishi mumkin, lekin shaddodlik bilan yoqib qolib, farosatsizlik bo'lsa, menga juda yoqmaydi. Demak, qarshingdagi farosatni, Or-nomusli, Or-nomusli. iffatli bo'lsa, ha, o'sha men hurmatim sirazi paydo bo'ladi. Chunki odam birinchi o'zini hurmati. o'shani qayerdan bilasan uni or-nomusli yo iffatli ekanligini? Masalan, men deylik, ko'zingga qarashdan, ko'zingga qara olmasligidan bilaman. Kim bitta insonni sana ko'zingga Uyat bor. Uyat o'zi seziladi. his qilinadi-da. Uni Men ko'z bilan ko'rib ozgina bo'lmaydi. kuzataman o'zi. Sirazi Ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. hamma bilan sirazi chiqishib ketmayman. Agar jiddiy bo'lsa. Sulaymonjon, ehtiyot bo'lib javob bering. Yo'q. Bu qizlar haqida gapirmasin. Bu bolalar haqida gapirsin. Kishan bor, bejigan sizda. Har bir odamda yangi
tanishgan yo'lda ko'rgan odamni Yasovod. birinchi o'rinda xarakter. Yasavod, Yo'q, Qaniki eshitib ko'raylikchi. hamma tabiiylikni sezadi. Ruh odam ruh Tabiiylik yani. Ha, tabiiylikni. U Yasama ming emas. yomon iflos odam bo'lsa ham, yaxshi inson bo'lsa ham tabiiy munosabatda bo'lgan insonni men hurmat qilaman. Yaxshi odam qanaqa bo'ladi? Sizga o'xshagan bo'ladi. Meni olib qarasak, butun dunyo yo'q bo'lish kerak bo'ladi. Sizlarni Bu yaxshi. Bu birinchi. What? Tabiiy. Tushunmadingmi? Men misol uchun o'sha birinchi siz bilan ko'rishganimizda tabiiy munosabat. Tabiiy gapiring, tabiiy gapiring. Yo'q, hech qanaqasiga. Zo'ri bor. Eshiting. Ketmay turib birga ketamiz. Birinchi marta ko'rishganimizda ham o'sha kirib tabiiy munosabatda menga murojaat qildingiz. Men ham o'zimni tabiiy munosabatda bilan murojaat qilganman. Jim tur. Bunyod gapirchi uka. Mard bergan so'zini ustidan Qiz bolachi. Qiz bolaga o'g'il bolaga ham xuddi shunday. Mard degani fors tilida olingan bo'lib, erkak degan ma'noda. Ayol kishida ham mardlik bo'ladi aka. Ayollarda ham ayollarda ham erkaklarda ham Dangalchilik demoqchisan. konkret mardlik bergan va'dasini ustida chiqadigan insonlar. Birinchida men aytgan versiya. O'sha hammasini versiyasi shu. Endi Temur Muratxo'jayev bilan biza ko'p savol bo'ladi. 2020 dan beri tanishmiz, karantindan keyin. 2020 karantindan keyindan tanishmiz. Men nima uchun yoqtirib qolganimni o'zi eslab biladimi, aytchi. Nima uchun seni men yaxshi ko'raman kak uka? Nimaga hamma geroy bir narsa yozsam, eng asal qahramonlarni senga aylanaman. Nimaga menga emas? Nimaga menga emas? Nimaga? Chunki rejissyorimiz Shuhrat Salomov bilan xarakterimiz bo'yicha, dunyoqarashimiz bo'yicha o'xshashlik tomonlarimiz bor. O'sha narsani his qiladi. Chunki mana kuni bitta jiyanimda o'zimning xarakterimni his qildim. O'zini hurmat qiladigan san'atkor, lekin meni shu aktyorligim uchun emas, odamligim uchun ancha hurmat qiladi. To'g'ri. Men birinchi Timurga rol taklif qilganimda shu paytgacha bizda endi rejissyorlarda bo'ladi. Rol taklif qilsa, jon deb uchib, qanot qoqib kelishgan. Birinchi Timur ssenariy so'ragan. U paytda ikkinchi kursda o'qirdi institutda. Ikkinchi kurs. Bir edingmi? Birinchi kursda o'qiydigan bola ssenariy so'ragani menga, bu bola zo'r bola ekan deganman. Chunki bu juda katta xislat, xususiyat aktyor uchun. Nima uchun mana o'zing savol berding? Nima uchun senga emas eng asal rollar? Chunki sen bilan birinchi marta ko'rishganimda sen menga zarachib bermagansan. Biz bitta ofisda ishlardik o'sha paytda, bitta joyda. Birinchi ko'rishgan paytimiz men zarachkim uyga qoldirib keldim. Tayyibsiz zaratga so'raganimda menga zaratga bermagan. Bu ana Abdullajon kinosida nega meni ketmonim uchmaydi desa, arini o'ldirgan bo'ladi-yu. Arini o'ldirib qo'ygansan uka. Nega bunyodda asal rollar bo'lmaydi desak, bunyoddan bir iltimos qilib charchab qolib, ukajon bir kolami, ovqatni lavash olib kel deganman. Birinchilardan bo'lib. Lavash olib kel deganman. Lavash olib kelmagan. Sen ham arini o'ldirib qo'ygansan uka. Mana shunaqa kech qoladigan odatlari bor. Bolalarimiz malades. Sizlarning birorta savollaringiz bormi menga? Maryam bor. Nima deydi haligi? Padudar qo'yadigan. Erkakcha javob beraman hammasiga. Men gapirmayman. Berardi bu javobidan aniq qilaman-da. Daymonga bitta podarkamiz bor. Podarka bor. Addushi. Chindan ham. So'q qo'ymaysizlarmi? Yo'q. Bizda mehr oqibat kuchli. Qani? Yaxshi savol, jigan ishni. Qaranglar deganimiz. Asosiysi qizingizdan gap eshitmaysiz, bu yoqqa qarab oling, oynaga. Oynaga qarama, podarkani ko'rishingiz kerak. Qaramang. Jigar, oching. Orqadan ko'rinadi oynada. Jigar, yil nominatsiya. Yil kabluki. Topolmadik. Tabriklayman. İşte hayatım. Nega sizlar mijab ezmayapsiz? Zo'rmi operatsiya dedim. Hozir meni yuragim nochib operatsiya qilishyapti. Oldingizda qizlar bormi? Yo'q, hammasi o'g'il bola doktor. Salom deb qo'ying. Salom. Nima bu ne? Ha, bo'pti jonim.
Ha. Nima? O'zlaring ham bexabarsizlar. Sot tashlayman. Sot? Hozir biza gapirsak Sot lekin ber. yomon bo'ladi. Tep o'tiring. Nima Tep sot? o'tiring. Boshlandi. Ismini aytilmaydi bizda. Sot ko'rib ha, sot. Yo'q, to'xtang. Biza qo'rqadigan Yo'q, joyimiz yo'q, yo'q. sotardim. Lekin men oila degan narsani bilaman-da. Men Qattan bilasan. tarqalishini xohlamayman hozir. Tushunasizmi? Qattan bilasan. Yo'q, hozir ijtimoiy tarmoq qo'yib qo'yilsa. Men hammani sirini bilaman. Kariladingizmi? Nega tolmayman? Stop. Nimasi? Stop. Sil haqida ketayotgan ekan. Janob Sulaymon-bey. Biza gapirmaylik. Gapirmaylik. Kelin bilib qolmasin. Birinchi muhabbating emasligini. Qandiroq. Azizlar, короче, hammaga bitta muxlislarga tilaklar bilan tugatamiz bu narsani. Hop, Qirmizi xonadon serialini kuzatishda davom etinglar. Biz sizlar uchun juda ham zo'r yangiliklar tayyorlab qo'yganmiz. Keyin men iltimos qilib qolardim. Yevropa, Turk, boshqa seriallar bilan solishtirmaylik. Qirmizi xonadon chunki bizani hammamizni barcha komandani Xon Films nomidan, Xon Films jamoasi nomidan o'ylab topilgan proyekt. Har xil gaplar yozmasdan hammamiz maza qilib serial. Yo'q, maza ko'rishmasin. Yo'q, yoqmasa ko'rishmasin emas. Ko'ringlar, sizlarning fikringlar bizga muhim chunki biz xalq uchun ishlaymiz. To'ppa-to'g'ri. Xalq bizani ko'rmasa, bundan hech kimga foyda yo'q. Sulaymon, Timurni fikriga qo'shilaman. Bizni o'zi ko'targanlar, u xalqimiz serialimizni mazza qilib, yotib olib tomosha qilib, hatto Muxlislar. muxlislar qilishdiki, Qoraqalpog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Koreya, Ozarbayjon. mana shu mamlakatlardan ham aynan Qirmizi xonadon serialini sevib tomosha qiladiganlar juda ko'p. Muxlislarimiz juda ko'p. boshqa til vakillari, boshqa millat vakillari boshqa til vakillari ko'rishyapti. Ya'ni o'zbek tilida ko'rishyapti. Hammalaringizni tabriklayman. Hammamiz Rahmat. mehnatimiz, Rahmat. Xon filmi muvaffaqiyati. Sana muxlislarga nima? O'rtoqlar, sizlar bizani qanaqangi mazza qilib kuzatib, qanchalik yaxshi ko'rsanglar, biz ham sizlarni xuddi shunday yaxshi ko'ramiz. Xuddi shunday qadrlaymiz. Sizlarga rahmat. Shunday kuzatib, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Hammaga rahmat. Sizlarga agar ozgina nima xursandchilik uyg'otgan bo'lsak, ushbu kontentimiz yoqqan bo'lsa, layklar bilan gapirasizlar. Men keyin uje masalan, komandani ichidagi sirlar, masalan, kim ko'p kech qoladi, kim ko'p injiqlik qiladi, kim sekin kiyim almashtiradi, kim kofe ichadi, kim kola ichadi, kim sigaret chekadi, kim nos chekadi, masalan deyapman. Bizda unaqa yomon xislatli bolalarimiz yo'q, Xudoga shukr. Masalan degan ma'noda aytyapman. Kontent qilamiz, tagiga mana Timur Muratxo'jayevga ketadi, Xon Filmsga ketadi bu. Kommentarlarga savollar bersangizlar yoki yana Qirmizi xonadondan kimlar bilan xohlasangizlar, qilamiz shunaqa 10 minutlik, 15 minutlik kontentcha. Rahmat amalaringizga. Savob.